Aziz vatandoshlar, Muhammad Yusuf juda yaxshi bola ekan, Andijon asakasidan. Nimaga bu bolani tanishtiradigan bo'lsanglar, bu insonni qo'li rosa gul ekan. Shu O'zbekistonda liboy burchaga ketaverar ekan, shu tunuka ponchiga, mana. Tunukalarni qarang, juda go'zal ekan. Ichki fonlarini ham qarang. Siz aytilgan razmerlarni hammasini xohlagan dizayn, necha xil dizayningiz bor aka? 100 dan ochiq. Qaysi uyingizni foniga nima desa shuni qilib beraver ekan. Polni aylantirib qo'yib bergan. Alloh rozi bo'lsin. Bu yoqda ham darvozani ustida ham chiqarishlarini hammasini chiroyli qilib berdi. Keyin oborotkasi ishi yomon tez ishlargan. Ham sifatga, ham ishga gap bo'lishi mumkin emas. Eng asosiysi narxi ham ommabop. O'sha musofirda yurgan aka-ukalarim bemalol quyidagi raqam qo'yib qo'yishyapti. Shu raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumot ham beradi. O'tirgan joyingizda aytasiz, lesa, besa hamma yo'q o'zida. Shunday keladi xizmat. Pul sanab bersangiz bo'ladi. Keladi xizmat qilib ketaveradi. Uyingizga chaqirib qildirganingizdan keyin biz haqqimizga duo qilib qo'yishni ham unutmang. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Aka, nima ish qilib bo'ldingiz, akaning? Olmang endi. Rahmat. Qalay bo'ldi ishlar? Zo'r bo'ldi. Tugatib oldinglarmi? Qayerda tugatdik aka bu ishimizni? Obunachilarga ayting endi. Norin tumani. Necha kunda tugatdik? 6 kunda tugatdik. 6 kundami? Xo'p, qadrdonlar, biz navbatdagi telefon xizmatimiz Namangan viloyati Norin tumani Tegirmonboshi qishlog'ida, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli holatda yakuniga yetkazib berdik. Xo'p, jamoamiz bilan birgalikda telefon xizmatlarini qilishda davom etmoqdamiz. Bu yerda mana Akmaljon akam, xudo xolasa necha kunda tugatdingiz aka? 6 kun mobaynida mana shu joyda polностью telefonlarini chiroyli holatda tugatib, yakuniga yetkazib berdi qadrdonlar. Xo'p, sizlarga ham shunaqa chiroyli telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar, xudo xolasa mana ustakalarimiz bilan inshaalloh xizmatinglardamiz. Vodiy bo'ylab xudo xolasa xizmatdamiz, jigarlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunukamizning atigi 135 ming so'mdan xonadon egasini hech qanaqa mixga ham ovora qilmagan holatda telefonlarini qilib bermoqdamiz. Qadrdonlar, telefonda ishlatilgan materialning kvadratiga sizlar pul berasizlar, joyingizning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi joyi tekis holatdagi kvadratdan telefon bukilish qayrilishini hisobiga ko'proq ketadi qadrdonlar. Shuni inobatga olgan holatda biz bilan bog'lansanglar, kelishib olishimiz osonroq bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, vodiydan bo'lsanglar, musofirda bo'lsanglar ham aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Hammalaringga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.